Bugungi dasturxonimizda o'xshitib malagan goji qo'rishni o'rganamiz. Oddiy usulda qo'riladigan go'shtli qo'rimlarni o'rgansak bo'ldi degan go'zallarim oxirgacha ko'rib sizlar o'rganib olinglar. Qaynamamiz birlikda o'rganaylik. Ketarlik materiallarni ekranga tafsili yozib qo'ydim. Shu bo'yicha to'g'rab tayyor qilib olamiz. To'g'ri go'shtini mushnadek to'g'risak bo'ldi, ha. To'g'ri go'shtning tamlab pishish uchun azroq kava vechin, tuz, shinkcho berib yaxshi aralashtirib banlab olamiz. Endi qozonga ko'pirik moy quyib qizitib, yog'och cho'kini salsak mushnadek ko'pik chiqqandan keyin go'shtni silib, o'tirhol o'tda go'sht sarg'ayib pishguncha yaxshi zalab elib olamiz. Cho'qim normal o'tda zalaymiz. Bo'miz tish qizirib ketib, ichi pishmay qolgan ahvollar ko'rilib qoldi, ha. Endi qozonda azroq moy qoldirib, so'ng piyoz, samsaq, zanjirlar, bizi kava vechilarni birli vaqt silib, mizlik purqichiqich qo'rib olamiz. Arqadan cho'ng ustamning lazji tetitqusdan bir qo'shiq, xogo tetitqusdan bir parcha silib, qizil miy chiqqicha yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Oxirda pishirib elib olgan to'g'ri go'shti bilan ko'klaza, azroq so'ng piyozlarni birli vaqt silib, 1-2 minut qo'rib atgandan keyin asaq tayyor bo'ldi. Uydagilaringizga yoki mehmonlaringizga mushnadek o'xshitib goji qo'rib beradigan bo'lsanglar, ta'mning peyzligida sirtdan akirganmidi deb qolmasman men. Har kuni shu vaqt tomoqqa nima yetishini bilmayotgan go'zallarim, men aytishinglar